Assalomu alaykum obunachilar. Yaqinda biz to'g'rilab berdik. Holdachi kuygan edi, yana o'zlarining be'tiborlilari tufayli yana kuydirib qo'yibdilar. Yana remontga keldilar. O'tgan safar to'g'rilab berdikmi? Chotga chiquvdan. Qanday buzilib qoldi bu yana? O'zimiz. O'shandan 470 kilometr. Nimaga yana bu yoqqa keldingiz? Demak, holdachiga yo'laymiz. Biz ishlarimizdan mamnun bo'lganingiz uchun kelgansiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Manzilimiz Samarqand Qarshi-Quruq. Hozir birinchi video qilganimizda biz hozir taxladik. Soati kech soat 23:18 11:30 11:18 bo'lsa ham qildik. Holdatchiklari drajeni qattiq bo'lgan, uzilgandi. Yana holdatchik almashtirib to'g'rilab berdik. Qanday bo'ldi? Chotkimi? Ko'ngildagidek? Rozimisiz? Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Samarqand Qarshi-Quruq. Bu yerga Eco Bike